欢迎收看我的日常 vlog。 Bu yilqi tunji vlogimga xush kelibsizlar. Atgan nava shunchalik yaxshi ekan. Bolamni shu yesliga chiqib o'tgandan keyin yesli bilan uyimni oraliq pek yaqinda do'stlar. Undan keyin do'konga mandim. Materiallarimning tukkunni esim kelib, qo'yadim bir materiallarni ilib olgandan keyin qarsam shu do'konning hamma yerlari bir to'pa sirtdi. Shu bilan sularni chechib bir tozalik qilayotgandan keyin tungun sizgan shu buyurtgan ramka aldı resimden bir-birlab ramka aldı. Ben pek chiroyli chiqdi. Bundan keyin ma qo'ydinan keptikan, qo'ydik berib o'tgandan keyin ama ko'rsanlar mana o'tirliqda siz resmini ustirib qo'ydim. Bundan keyin ma biz bir qum kelgandik, ma ko'rsanlar to'rdan shu qumda bir rasm sipaqali deb bir o'quvchim keptikan bilsizdoq, o'chaqcha tushun bo'pti. Azroq kirim qilayotgandan keyin ma do'stim bilan tamoq yeyil deb shunda tamoq yeb, yan do'kon inib keldim. Men kelib mashinasi quchib batdi. Mashinasi qushib chiroyli rasmlarni sizib, anandek chiroyli sovg'at qutlar silib, buni taksida mandirib etdim. Ondan keyin mani ko'rsanglar, yurak shaklli tashqimi qizlarning rasmini buyurtgan buni sizib tayyor qilib, chiroyli qopni pilab qo'ydidan sepadim. Uçakça özümden bir koydiysi keptike qarsam, şu şiyonka qo'llaydigan, şu vejinik arvimas kepti do'kon qo'ydigan, bundan keyin resim buyursanlar, şu şiyonka da muhabbetim pul to'lg'il bo'ldi do'stlar. Bugungi planlagan ishlarimning hammasi tugib bo'lgandan keyin kashmi kiribdi, do'kon taqib do'stim bilan ko'rishib, tamoq yeb, bundan keyin uyga bordim. Resim buyurtgan do'stlar, davom buyursanlar bo'ldi. Amsa keyingi vlogimni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.